Bugungi videoobzorimizda Wagner apparatlarimizning narx-navolari hamda turlari haqida gaplashib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Ko'rib turgan Wagner apparatlaringda narxlariga keladigan bo'lsak, $250 dan $470 bo'lgan Wagner apparatlarimiz do'konimizda mavjud bo'ladi. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Apparatlarimizning narxi nimaga qarab farq qiladi? Shular bilan sizlar bilan qisqacha ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. Masalan, eng kichkina vatli 3500 vatli Wagner apparatimiz motori kichkina hamda konditsionerlari ham kichikroq variantda bo'ladi. O'zini datchiklari, yog' datchiklarigacha, o'zini suv shlankalari hamda pistoletlarigacha o'zida mavjud bo'ladi, lekin bularga qaraganda original bo'lmaydi, kichikroq variantda bo'ladi. Testa brendidan 4500 vatli Wagner apparatimiz. Bu apparatimizda o'zini pistoletlari ham, shlankalari ham, trubkalari ham, hamma joylari original variantda hamda motorlari ham, konditsionerlariga e'tibor berasizlar. Bulardagi temir konditsioner, buniki plastmassa soldi konditsionerlardan o'rnatilgan hamda motorlari ham katta variantda bo'ladi. Pistoletlari ham aytib o'tib ketganimizdek original variantlarda do'konimizga yetib kelgan. Bundan tashqari mana 5200 vatli Wagner apparatimizdan ham yetib kelgan. Bu 5200 vatli Wagner apparatimiz konditsionerlari kichikroq variantda, lekin motorlari bularga qaraganda ancha katta variantda bo'ladi. Apparatlarimizda pistoletning yig'ilgan holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shunaqa holatda pistoletlari yig'iladi. Xohlasalaring trubkalarini yechib qo'yib, pistoletni o'zini ishlatsalaring bo'ladi. Original pistoletlardan bo'ladi. Apparatlarimiz bundan tashqari zapchaslarimizdan ham yetib kelgan saplovlarimiz, shlankalarimiz hamda original pistoletlardan olib kelib qo'yganmiz, qalin ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qanaqa Wagner apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Malyar ustakalarimiz uchun original Wagner apparatlarimizdan ham yetib kelgan, yaxshisidan sifat zo'ridan so'ragan akalarimiz uchun Yes Perfect brendidan GD595 markali hamda GD460 markali apparatlarimizdan yetib kelgan. Bu apparatlarimiz releli variantda bo'ladi. Pistoletni bossalaring avtomatik motor ishlab qo'shaveradi, qo'yib yuborsalaring avtomatik o'chadi. O'zini tablolarida barlarini bemalol legirovkalarini qilib ishlataverasizlar. Pistoletlari ham original qalin pistoletlardan, shlankalari ham trosli shlankalardan chiqadi. GD460 markali apparatimiz bo'lsa, eng konditsioner katta variantda bo'ladi. Wagner apparatlarimiz ichida konditsioner eng kattasi shuniki bo'ladi hamda sovutish tizimi ham kuchli. 24 soat tindirmasdan ishlatadigan bo'lsalaring ham apparatimiz umuman qizib ketmaydi. O'zini toklarini datchiklarda ko'rsatib turadi. Bu toklarini ko'rsatib turadigan funksiya hech qaysinikida bo'lmaydi, faqatgina shu apparatimiznikida bo'ladi. Apparatimizda ham o'zini ichidan pistolet, trubka, shlanka, hamma narsalari o'ziga ishlaydigan komplekt holatda chiqadi. Kimga shunaqa Wagner apparatlardan arzon narxlarda dastavkalari bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldirib qo'yapmiz. Aloqaga chiqib zakaz berishlaringiz mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Hamda shpaklovka, gruntovka, shunga o'xshagan qo'yiq narsalarni sepishga mo'ljallangan apparatlarimizdan ham assortiment ko'rinishda olib kelib qo'yganmiz mana. 3800 vatli, 3600 vatli, 3000 vatli Wagner apparatlarimizdan yetib kelgan apparatlarimiz universal bo'ladi. Shpaklovka, gruntovka, lak, kraska, emulsiya bemalol sepib beraveradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, $750 dan $1250 gacha bo'ladi. Kelib xohlaganlaringni tanlab olib ketsalaring bo'ladi. Apparatlarimiz uchun aytib ketganimizdek, mana o'zini pistoletlari original qalin pistoletlardan bo'ladi. Hamda o'zini saplovlari har xil razmerda bor. 633 dislarmi, 523 dislarmi, xohlagan razmerlaridan xarid qilsalaring bo'ladi. Shlankalarining ham 8 metr, 10 metrlik variantlaridan mavjud.
o'zini zapchastlariga ehtiyoj tug'iladigan bo'lsa, bemalol o'zimizdan xarid qilaverasizlar, boshqa joydan izlab yotmaysizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Qurilish texnikalari do'koni. Kanalga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilariga arzon narxlarda qilib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat.